Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Isroil chetda turmaydi. Netanyahu Trampga muhim ogohlantirish yubordi. Yuzma-yuz gaplashaylik. Zelenskiy Putinga kutilmagan formatni taklif qildi. AQShning afsonaviy B-52 bombardimonchisi qulab tushdi. 8 nafar ekipaj taqdiri bo'yicha og'ir xabar. Moskvadan Krasnodargacha falokat. Rossiya shaharlarini suv bosishni boshladi. $11,000 ko'paytirib berishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Tishlar inson evolyutsiyasidagi yashirin haqiqatni ochdi. Isroil chetda turmaydi. Netanyahu Trampga muhim ogohlantirish yubordi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan ehtimoliy yadro kelishuvi bo'yicha tashabbusiga munosabat bildirib, yakuniy qaror Tramp tomonidan qabul qilinishini, biroq Isroil o'z milliy xavfsizlik manfaatlaridan voz kechmasligini ta'kidladi. Netanyahuning so'zlariga ko'ra, Tramp Eronning yadro dasturini xalqaro nazorat ostiga olish va uni cheklash bo'yicha diplomatik kelishuvga erishish mumkin deb hisoblamoqda. Isroil bosh vaziri esa bu boradagi o'z pozitsiyasini AQSh rahbariga yetkazganini, ammo qaror qabul qilish vakolati Washingtonga tegishli ekanini qayd etdi. Bu Trampning qarori. U Eronning yadro dasturini nazorat qilish va uni qisqartirish bo'yicha kelishuvga erishish mumkin deb hisoblaydi. Men unga o'z fikrimni bildirganman, ammo yakuniy qarorni u qabul qiladi. Shu bilan birga Isroilning ham o'z milliy manfaatlari borligini eslatdim, dedi Netanyahu. Bosh vazir Isroil uchun eng muhim masala Eronning yadro quroliga ega bo'lishining oldini olish ekanini ta'kidladi. Uning aytishicha, diplomatik muzokaralar qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, Isroil o'z xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rishda davom etadi. Ayni paytda AQSh va Eron o'rtasida yadro dasturi, sanksiyalar va mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Tramp ma'muriyati diplomatik yo'l bilan kelishuvga erishish tarafdori ekanini bildirayotgan bo'lsa, Isroil rahbariyati Eronning har qanday yadro salohiyati mintaqa xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta'kidlamoqda. Yuzma-yuz gaplashaylik. Zelenskiy Putinga kutilmagan formatni taklif qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Fransiyada o'tayotgan G7 sammiti doirasida uchrashib, urushni tugatish masalasini muhokama qilishni taklif etganini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Zelenskiyning aytishicha, Ukraina tomoni muzokaralar o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Uchrashuv G7 sammiti doirasida AQSh prezidenti Tramp va Fransiya prezidenti Makron ishtirokida o'tishi mumkinligini qayd etilgan. Biz G7 davomida Putin bilan uchrashishga tayyor ekanimiz haqida xabar berdik. Tramp ham Makron ham u yerda bo'ladi. Yevropa va AQSh birgalikda ishtirok etadigan bunday format yaxshi imkoniyat bo'lardi, dedi Zelenskiy jurnalistlarga. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, taklif AQSh va Fransiya tomonlariga yetkazilgan, shuningdek Rossiya vakillariga ham yuborilgan. Biroq Moskva tomonidan aniq javob olinmagan. Zelenskiy Rossiya yana bir bor muzokaralarga tayyor emasligini namoyish qilganini ta'kidladi. Avvalroq u Putinga ochiq murojaat yo'llab, yuzma-yuz uchrashuv o'tkazishni taklif qilgandi. Rossiya prezidenti esa bunday uchrashuv uchun sabab ko'rmayotganini bildirgan. Ukraina prezidenti bayonotini Rossiyaning Kiyev va Xarkovga uyushtirgan navbatdagi hujumlaridan so'ng berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lgan. AQShning afsonaviy B-52 bombardimonchisi qulab tushdi. 8 nafar ekipaj taqdiri bo'yicha og'ir xabar. AQSh harbiy havo kuchlarining Edwards aviabazasi ma'lumotiga ko'ra, Boeing B-52 rusumli strategik bombardimonchi 15-iyun kuni Los-Anjeles shahrining shimolida halokatga uchradi. Samolyot mahalliy vaqt bilan soat 11:20 da parvozni boshlaganidan ko'p o'tmay qulagan. Rasmiylarga ko'ra, havo kemasi bortida 8 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Dastlabki baholashlarga ko'ra, halokat shunchalik og'ir bo'lganki, omon qolish imkoniyati mavjud bo'lmagan. Hodisa sodir bo'lgan hududda qutqaruv va favqulodda xizmatlar ish olib bormoqda. Ayni paytda aviahalokat sabablarini aniqlash maqsadida maxsus komissiya tomonidan tergov harakatlari o'tkazilmoqda. B-52 bombardimonchisi AQShning eng mashhur va eng uzoq xizmat
xizmat qilayotgan harbiy samolyotlardan biri hisoblanadi. U 1950-yillarda SSR va AQSh o'rtasida sovuq urush avj olgan davrda yaratilgan. Stratosfera qal'asi nomi bilan tanilgan mazkur samolyot yadroviy qurollarni tashish va uzoq masofali zarbalar berish imkoniyatiga ega. Ochiq manbalarga ko'ra, B-52 ishtirokidagi so'nggi yirik halokat 2008-yilda Tinch okeanidagi Guam oroli yaqinida sodir bo'lgan. O'shanda ham samolyot qulashi oqibatida 6 nafar amerikalik harbiy xizmatchi halok bo'lgan edi. Mazkur voqea AQSh harbiy aviatsiyasi uchun so'nggi yillardagi eng og'ir fojialardan biri sifatida baholanmoqda. Moskvadan Krasnodargacha falokat. Rossiya shaharlarini suv bosishni boshladi. O'tgan dam olish kunlari Rossiyaning bir nechta regionlarida kuchli yomg'ir yog'di. Moskvaning ayrim rayonlarida oylik me'yorning deyarli yarmi tushib ulgurgan. Dovul oqibatida daraxtlar qulagan. Yangi Arbat, Kutuzovskiy prospekti va boshqa ko'chalarni, shuningdek yer osti avtoturargohlarini hamda Leningrad vokzali binosini suv bosgan. Moskva yaqinidagi Metishchada Olimpiya prospektidagi estakada qisman suv ostida qolgan. Krasnodarda ham 12-iyundan buyon suv toshqinlari kuzatilgan. Bu yerda 2 kun to'xtovsiz yomg'ir yoqqan. Suv oqimi tufayli ayrim ko'chalarda harakat to'xtatilgan. Mahalliy ov ko'chalarida qayiqlarda suzib yurgan odamlar va ko'lmaklarda cho'milayotgan bolalar aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Yerto'lalarni suv bosgan. 14-iyun kuni ertalab Krasnodar o'lkasining Qrim rayonidagi bir nechta qishloqlarda to'g'on yorilishi tufayli favqulodda holat e'lon qilindi. Kuban rasmiylari Krasnodar, Labinsk va Kalinin rayonlarida kommunal xizmatlar suv bosgan hududlardan suvni tortib olayotganini haqida ma'lum qildi. Ushbu hududlarda jami 108 ta uy atrofi va 84 ta turar joy binosining yerto'lalarini suv bosgan. Chelyabinsk ma'muriyati bunday kuchli yomg'irni birgina yomg'ir suvlari kanalizatsiyasi orqali nazorat qilib bo'lmasligini ta'kidladi. Shahar ko'chalarini suv bosgan, avtobuslar poliga suv kirib ketgan. Mahalliy aholi vakillari jurnalistlarga avtomobillar suv ostiga kirib ketayotgani, shahar bo'ylab harakatlanish qiyinlashayotgani haqida xabar bergan. Suv ko'plab avtomobillardagi davlat raqamlarini oqizib ketgan. Sverdlovsk oblastida kuchli yog'ingarchilik tufayli Shilovka qishlog'idagi Shaytanka daryosidagi to'g'ondan suv toshib chiqqan. Natijada 30 ta uy hovlisini suv bosgan. Nikolopavlovsk qishlog'ida 4 ta turar joy binosi zarar ko'rgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Sverdlovsk oblasti bo'yicha boshqarmasi aholiga boshpanalarda o'tirishni, eshik va derazalarni mahkam yopishni hamda uylardan chiqmaslikni maslahat berib, shaharga bo'ron yaqinlashayotgani haqida ogohlantirgan. $11,000 ko'paytirib berishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent shahrining Yashnobod tumanida fuqaroga $11,000 ortiq pulni ko'paytirib berishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. Qayd etilishicha, A ismli shaxs fuqaroning ishonchiga kirib, uning pulini ko'paytirib berishni va'da qilgan va undan $8,500 hamda 39,840,000 so'm pul olgan. Biroq u o'z va'dasini bajarmagan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tishlar inson evolyutsiyasidagi yashirin haqiqatni ochdi. Olimlar qadimgi inson ajdodi hisoblangan Homo erectus tishlarini o'rganish orqali ularning boshqa qadimgi inson turlari bilan aralashib ketgan bo'lishi mumkinligini aniqladi. Bu haqda Associated Press ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy hududidan topilgan va taxminan 400,000 yil avval yashagan Homo erectus tish emali oqsillariga tegishli genetik izlar aniqlangan. Bu tishlar 5 erkak va 1 ayolga tegishli bo'lib, ular bir nechta turli hududlardan topilgan. Olimlar aniqlagan birinchi genetik mutatsiya ilgari hech qachon qayd etilmagan bo'lib, ehtimoliy Sharqiy Osiyoda yashab, Homo erectus guruhiga xos noyob belgidir. Bu topilma o'sha davrda inson turlari orasida geografik farqlar bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi mutatsiya esa yanada qiziqroq natija bergan. U zamonaviy insonlarning juda kam qismida uchraydi. Shuningdek, yo'qolib ketgan Denisova insonlarida ham aniqlangan. Bu esa qadimgi inson turlari bir-biri bilan gen almashgan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Tadqiqotchilarning fikricha, Homo erectus Denisovlar bilan chatishtirish jarayonida genlarni ularga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik esa Denisovalar va zamonaviy inson ajdodlari o'zaro aralashganda bu genlar hozirgi insonlargacha yetib kelgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Olimlar bu masala juda murakkab ekanini, chunki qadimgi DNK juda kam saqlanib qolganini aytmoqda. Shu sababli inson evolyutsiyasi tarixini aniqlab tiklash uchun yana ko'plab qazilma, topilma va genetik namunalar zarur. Tadqiqot mualliflari esa Homo erectus haqida ko'proq DNK yoki suyak qoldiqlari topilsa, inson turlarining o'zaro aloqalari
yanada aniqroq ochilib berilishini aytmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.